Hayatlıqda qo'ldan berib etishga bo'lmaydig'ini, uyga qaytadigan eng oxirgi avtobus. Dunyodagi eng go'zal manzara uyga qaytadigan yo'lning manzarasi. Şeymen. Sizden özünüz olan. Mani? Appa dadam qachon keldi? Her ol Şeymen. Oy dadınızga telefon qilib beraylik ha? Tamam pişti dada uyga qaytib kelding maqma? Ha? La akka. Hoşa koram yetişimizce. Hoşa. Oy. Vay. Dadısı. Uyga baldır qaytib kelsiniz bo'pti-ku. Yetiyoringlar bo'ldi. Bir o'taqan. Bugun Bo'ldi, yetiyoringlar deyak, yetiyoringlar bo'ldi. ma Vay? Kızım, apaq şeyime, tatlıq olub. Dadınız şu, canım kızım, çöp atıp işləvətudu. İşten düşüp kəydə vaxtda. Andım doğular kızım. Nasıl sıyırıp çıkanlardan bilen? Sıyırıp çıkanlardan. Oldu. Sizin de sana şunu yapırmaya bulam da. Dadınız bağı, şeyməni doğulan gün yaxşı ötküsüb vermə. Şeyməni yaxşı günü yapırmə. Çöp atı da kızım. Qaytib kelin uyga kech bo'ldi. Kutmoqdamiz bolam ikkimiz. Bolamizning tug'ilgan kuni ko'kayapti toqat chekimiz. Balimizning tug'ilgan kuni ko'kayapti toqat chekimiz. Taladim o shirin tushlaba o'zilmaydi shunlar eshitdingiz. Jiningizga solidu azab to'sin atdak ben vash ishqimiz. Taladim o shirin tushlaba o'zilmaydi shunlar eshitdingiz. Jiningizga
ikimiz, balam ikimiz. Dünyadagi eng katta yig'ilish oila yig'ilishi. Eng baxtiyor chog'lar dal uydagilarning jam bo'lgan payti. Barcha oilalar mehr vafo va inoqlikqa to'lg'ay.